Assalamu alaykum suyumlik do'stlar. Mushu vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Tuvanda huzuringlarga Yor Muhammad Tahir Tug'liqning Buvam shundoq o'rgatgan nomli kitobidan nasihatni anglamagan tashbaqining hikoyasini huzuringlarga sunamiz. Yoqtirib anglag'aysizlar. Nəsihətni anlamagan taşbaqının hikoyasi. Bir köl bar ekan. Bu köldə bir taşbaqı bilan ikki ördək inoq yaşaydı ekan. Bu kölning tatlıq və süzük suyu qurğaqçılıq dəstidən quruşqu başlapdı. Şunun bilan taşbaqı bilan ördəklərning hayotlıq mənbəsi üzülgül turubdu. Bunu baldura his qilgan ördəklər bu holatdan qutulish uchun boshqa bir makonga ko'chish qaroriga kelibdi. Biroq bular taşbaqını bu holatga qo'yib ketishga ko'z qiymay, ahvolni taşbaqiga aytgan ekan, taşbaqa o'zini billa ilib ketishni o'tinibdi. Ey do'stim, Debdi ördəklər. bizningmi seni bu zulmat ko'rinib turgan yerga tashlab qo'yg'imiz yo'q. Biroq bizning seni elib ketishga amalimiz yo'q. Chunki putimiz bilan mengib bu dahshatdan maqsad manzilimizga bora olmaymiz. Mening aqlim bu ishlarga yetmaydi. Şunu sizlar bir amal topsanglar, debdi taşbaqa. Ey aziz, amalg'u bor. Debdi ördəklər. Biroq bizning ansiraydiganimiz sen bizning to'g'ri nasihatimizni qabul qila olmay, o'z maylingcha ish qilib, bizni nadamat qo'yib, o'zingizmi falokat keltirasanmikin? Sizlar mening foydam uchun gap qilyapsanglar, men sizlarning nasihatinglarning aksicha ish qilmasman, debdi taşbaqa. Undaq bo'lsa, biz seni ko'tirib uchimiz. Ogoh bo'lgunki, nishonga yetmagicha hargiz eg'izingni ochmaysan. Har qanday ishga duch kelsangmi, gap qilmaysan, debdi ördəklər. Buludu, itqininglar bo'yicha ish qilaman, deb va'da beribdi taşbaqa. Ördəklər bir chiviq tepib kelib, taşbaqani chiviqning o'ttirsidan ching tishlatibdi. Ördəklər chiviqning ikki tarafidan tishlab, taşbaqani ko'tirib uchibdi. Kishilar ularning yurtning ustidan uchib ketib borganligini ko'rib hayron qolibdi. "Yo Allah, yo hazrat, ikki o'rdak toshbaqini qandoq ko'tirib chiqandi? O'rdaklar shikor qilgan bo'lib ketibdi. Bundaq ishni ko'rib boqmagan ekanmiz", deyishibdi. Ularning gapiga javob berish uchun toqati taq bo'lgan taşbaqa o'rdaklarning nasihatini unutib, "Burun ko'rishmagan bo'lsang, ko'rib qo'yish deyman", deb og'zini shundoq ochgan ekan, eg'izi chiviqdan ajrab tövanga mo'llaqlab tushibdi. Baxtli kishilar yaxshi nasihatni anglab amal qiladi. Jahil odam o'zining baxtini o'zi xor qiladi. Cho'nglar ko'p ishlarni biladi. Ularning tajribasi mo'l bo'ladi, balam. Cho'nglar sana yaxshi bo'lsin deb nasihat qiladi. Nasihatni quloqingda mahkam tutib amal qilsang, ko'p foyda ko'rsan. To'g'ri nasihatni, maslahatni yaxshi anglamagan odam top taniga qoldi, dedi buvam. Sen boshqalarga qandoq muomala qilsang, boshqalardan shundoq muomalaga ega bo'lasan, dedi momam gap qistirib. Sen boshqalarni sen desang, boshqalar seni sen deydi. Siz desang, senimi siz deydi. Bu xuddi aks sado bilan bolaning hikoyasiga o'xshash ish. "Mama, sizmi hikoya bilamsiz?" dedim men qiziqib. "Aytib bering-a, men nasihatni quloqimda ching tutaman." Aks sado bilan bola. Bir bola aks sadoning nima ekanligini bilmaydi ekan. U bir qitim tog' bag'riga berib, "Voy voy" deb vaqirgan ekan, yaqin atrofdagi tog'lardan "Voy voy" degan aks sado qaytibdi. Bola, "Sen kim?" deb so'ragan ekan, yana "Sen kim?" degan sado qaytibdi. Ochig'i kelgan bola "Sarang" degan ekan, tog'dan "Sarang" degan sado yinibdi. Bola tog'ni "Döt" deb tilgan ekan, tog'larmi "Döt" deb til yondiribdi. Bola uyga qaytib kelib, ahvolni momisiga degan ekan, momisi uningga "Balam, to'g'ri qilmabsan. Agar sen uningga adab bilan gap qilgan bo'lsang, u sana muloyimlik bilan javob qaytargan bo'ladi", debdi. Atsi bola taqqa berib, "Adash" deb to'lgan ekan, tog'dan "Adash" degan sado keldi. "Kel" degan ekan, tog'dan "Kel" degan sado qaytibdi. "Seni
seni söyümen degan ishkan, tog'mi seni söyümen debdi. Shundaq o'g'lim. Yumshoq, illiq, qizg'in muomala kishilar orasida yaqinlik, inoqlik, do'stlik paydo qiladi. Qo'pollik, so'g'uqlik kishilar orasida adovat paydo qiladi. Bu xuddi ashu aks sadoga o'xshash ish. Momam so'zini tugatgandan keyin, "Bo'l, balalarning qishig'i chiqqan, o'zingni erkin tut. Bu balalar bek oq ko'ngil" deb eskartib qo'ydi. Men dasturxonga duo qilib bo'lib, yugurib balalar bilan o'ynashga chiqib ketdim. Biroq yuzim qattiq tasdik yegandek xeyli vaqtgacha qizarib turdi. Sevimli kichik do'stlar, bu kitobning oxirini yana anglag'inglar bormi? Undaq bo'lsa, davomini keyingi programmamizda anglag'aysizlar. Xayr xo'sh, yana bir qatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Bu hikoyani Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabi o'qituvchilari huzuringizga tayyorladi.